Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganingizdek bizda ajoyib yangiliklar X200 modellarimiz bo'yicha narx-navolar o'zgarishi kuzatilmoqda. Ya'ni bu modellarimizga mana masalan avtokreditga oladigan bo'lsangiz ancha yengillik keltirildi. Bu modellarimiz hozirgi kunda nalichida tayyor kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek yangi nomerajlardan biri yana bizda Prontovar modellari ham yetib keldi. Hozirgi kunda Prontovardan 3 dona yaqqol turibdi. Undan tashqari Bartovo tentovka modelimiz ham bor. O'zi bu modelimiz 4 xil pozitsiyada ega bo'ladi. 4 xil pozitsiyasiga keladigan bo'lsak, xo'p, birinchi pozitsiyasi shasselik bo'ladi. Mana orqasida borti bo'lmaydi. Ramasini o'zi bilan keladi. Unga bemalol agarda mana kimdir suv tashishmoqchi bo'lsa, bochka qo'yib o'rnatib, bemalol haydab yursa bo'ladi. Mana bu yerda esa Bartovo modelimiz mana ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi bu. Ko'rib turganingizdek, bortlari mana ancha mustahkam. Uzunligiga keladigan bo'lsak, bortini uzunligi 375 ga 175. Xo'p, modelimizni mana orqalarini ko'rsangiz bo'ladi. Har xil 4 xil pozitsiyani hammasidan shu qo'sh balon bo'ladi. Balon hajmi esa orqasi 13, oldi esa 15 ga bo'ladi. Qo'shimchasiga mana 2 pachkali resor ham o'rnatilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Aytganimdek, balon oldingisi kattaroq 15 hajmdagi, orqadagisi esa 13 hajmdagi g'ildirak bazasi xuddi shunday bo'ladi. Bu modelimiz zapaskasi ham xuddi shunday ikkita bo'ladi. Mana bu modellarimiz hozir ichini ham ko'rsatib o'tamiz birdan. Bemalol 3 kishi o'tirib ketaversa bo'ladi. Agarda 3 kishi emas 2 kishi o'tirgan taqdirda ham o'rtaroq mana o'rindiqda yotqizib bar qilib foydalanib ketsangiz ham bo'ladi. Rollari usletel qilingan, undan tashqari qatchlari lyoqki, oynalari elektropaket, senter zamogi bor. Bu modelimizda konditsioner pechkasi ham bor. Magnitofon bilan jihozlangan. Mana o'zini nimalari audio sistemasiga keladigan bo'lsak, ancha sifatli kolonkalar qo'yilgan. JBL fabrikasidan chiqadigan markali, o'sha JBL markali kolonkalar o'rnatilgan bo'ladi. Xo'p. Bu modellarimizda hozirgi kunda mana shu Prontovarga keladigan bo'lsak, mana kabinkasi orqa, ya'ni o'sha butkasida 9 kub yuk oladi o'z hajmiga. Ikkita eshigi bo'ladi, yon boshda orqasida bo'ladi. Mana bu yerda esa tentovka modelimiz. Tentovka modelimiz ham ancha ixcham. Xohlagan paytingiz yomg'irli kunda ustini yopib qo'yib, yog'ingarchilik kunlarda mana ustini yopib qo'yib, mana bunday havo yaxshi bo'lgan kunlarda esa ustini bemalol ochib qo'ysangiz bo'ladi. Yana bir ma'lumot, yo'lda yurganingizda gay okalarimiz buni to'xtatib, sizga qanaqadir jarima yozib, yo'q, unaqa muammo umuman bo'lmaydi. Sababi bu modelimizni texpasportiga tentovkali deb yoziladi. Bemalol yig'ishtirib qo'yib, yoyib qo'yib ishlatib yursangiz bo'ladi. Qayta jihoz hisoblanmaydi bu modelimiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana ichki taraflari ancha kengish. Raskladушкali yig'iladigan joyi mana osongina, ko'p harakat, ko'p kuch talab qilmaydi. Oddiygina mana shuni o'zini burab turib ikki yon boshdan shundan yig'ishtirib dakan etib qo'ysangiz bo'ladi. Bu modelimiz ham xuddi shunday qo'sh balonlarga aytib o'tganimdek, mana oldi baloni 15, orqasi 13. Bundan xuddi shunday ikki pachka resor bo'ladi. Xo'p, bu modellarimiz endi yuk ko'tarish hajmiga keladigan bo'lsa, yuk ko'tarish hajmlari hozirgi kunda bu modellarimizda kitobida 2 tonna deb yozilgan, lekin 2 tonnadan ziyod yuk olib beradi. Sababi bunga bemalol 4 tonnagacha hozirgi kunga yuk bosgan akalarimiz ham bor. Bemalol u haqida ham birdan yana video qilib o'tamiz. Kuzatishni davom eting, yangilik qilib o'tiladi u haqida ham. Ramalari mana ancha mustahkam, suyaklari ancha mustahkam modellarimizni. Yurishlari ancha mягкий. Bu modelimiz motor 2 lik atmosferni bo'ladi. Ot kuchiga keladigan bo'lsak 140 tani tashkil etadi. Bu modelimiz benzin yoqadi. Bu hozirgi kunda rasxotiga keladigan bo'lsak, rasxoti atiga 10 litr rasxot qiladi. Benzin tanlamaydi, metan propanda ham yuriydi.